Ob'y tanlash oddiydek ko'rinadi, lekin noto'g'ri tanlov uyingizni arzon qilishi mumkin. Bugun sizlarga 3 ta muhim ma'lumotni berib o'taman. Birinchi qoida: rangni to'g'ri tanlash. Kichik xonani har doim och rang tavsiya qilinadi. Agar shift past bo'lsa, vertikal chiziqli dizayn xonani balandroq ko'rsatadi. Juda to'q rang esa faqat katta va yorug' xonalarga mos keladi. Ikkinchi qoida: material sifati. Ko'pchilik eng arzoni yaxshi deb o'ylaydi, lekin yupqa ob'y tez ko'chadi va rangi yo'qoladi. Qalin, yuviladigan va sifatli material esa 5-7 yil bemalol xizmat qilib beradi. Hamma devorni bezash shart emas. Zamonaviy interyerda ko'pincha bitta devor qilinadi. Bu xona ko'rinishini qimmatroq va didli qiladi. Agar uyingizga mos variant tanlashni xohlasangiz, kommentariyada maslahat deb yozing, kanalga obuna bo'ling. Interyer bo'yicha foydali videolar chiqib turadi. Sizga qanday rangli ob'ylar yoqadi? Kommentariyalarda yozib qoldiring. Shunday sifatli ob'ylarni xarid qilmoqchi bo'lsangiz, Qoraqalpog'iston Respublikasi Amudaryo tumani Mang'is shahrida joylashgan Nadejdaning ro'parasida Stura 777 magazindan topsangiz bo'ladi.